Günaydın. Bugün judayam yaxshi kayfiyat bilan uyg'ondim. Varim yo'q senindir. Zo'r joyga turk nonushtasiga olib boraman. Yarashibdimi? Obrazim tayyor. Qani ketdik nonushtaga. Qani siz? Osmon juda ham chiroyli bugun. Juda chiroyli. Keldik. Mana shu yerga o'z kiramiz. Evet, buradan giriş. Chiroyli ekan. Shu yerdan boshlab keling sizlarga ozgina turk nonushtasi haqida aytib beraman. Turk nonushtasi bu nafaqat ovqatlanish jarayoni, balki butun bir madaniyat, oila davrasi va kunni chiroyli boshlash an'anasi hisoblanadi. Turkiyada nonushta kahvaltı deb ataladi va bu so'zning o'zi ham qahva oldidan yeyiladigan taom degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qadimdan odamlar avval tuyumli taom qilib, undan keyin qahva ichishgan. Turk nonushtasining asosiy xususiyati uning rang-barangligi va mo'l ko'lligidir. Oddiy nonushta ham stol ustida juda ko'p mayda likopchalardan iborat bo'ladi. Har bitta mahsulot alohida idishda tortiladi va stolni juda chiroyli ko'rsatadi. Zavediya menga juda ham yoqdi. Mana bunaqa oynalari bor ekan. Dahshat. Sanuzilni o'zi boshqa olam. Juda ham chiroyli sanuzili bor ekan. Dip joydan joy oldik. Endi kiramiz kahvaltimizga. Operatorimizdan ko'rsat. Turk nonushtasida deyarli har doim quyidagi mahsulotlar bo'ladi. Yangi pishirilgan non, ya'ni ekmek, simit, ya'ni kunjut sepilgan halqa shaklidagi non, turli xil pishloqlar, zaytunlar, pomidor, bodring, tuxum, asal, sariyog' va murabbolar. Pishloqlar orasida oq pishloq, kashar peyniri va tuzli pishloqlar juda mashhur. Zaytunning esa qora va yashil turlari alohida likopchalarda tortiladi. Tuxum turk nonushtasining muhim qismi sanaladi. U oddiy qaynatilgan holda ham qovurilgan shaklda ham bo'lishi mumkin. Eng mashhur variantlardan biri tuxum, pomidor va qalampir bilan tayyorlangan menemen. Bu taom issiq holda non bilan yeyiladi va juda to'yimli bo'ladi. Boshlaymiz. Eng yaxshi ko'rganim bodring. Ya'ni salatalik. Yeydigan bo'ldim ya'ni. Yaxshi ko'rgan qo'ydim. Turk nonushtasida shirinliklar ham bo'ladi. Asal va qaymoq kombinatsiyasi juda ham mashhur va men buni juda ham yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rganim simit, qaymoq va asal. Shunaqa mazali bo'ladi. Bismillah. Raismi sizmi deysiz? Markadur orqasi. Bizlar saska bilan nonni orasiga qo'yib ketdi. Turk nonushtasining eng sevimli mahsulotiga yetib keldik. Bu sujuk. Eng mashhur go'sht mahsulotlaridan biri hisoblanadi. U ziravorlarga boy, biroz achchiq, quruq kolbasa bo'lib, ko'pincha to'g'rab, tuxum bilan qovurilib, sujuqli yumurta iste'mol qilinadi.
Ichimlik sifatida esa ko'pincha qora choy ichiladi. Turk choyi kichkina belingichka stakanlarda tortiladi. Choy ichish nonushtaning ajralmas qismi bo'lib, ba'zan bir necha marta qayta quyib ichiladi. Turk nonushtasi sog'lom ovqatlanish nuqtai nazaridan ham foydali sanaladi. Sabzavotlar, oqsilga boy tuxum va pishloq, foydali yog'lar, ya'ni zaytun va tabiiy shirinliklar organizmga energiya beradi. Shu sababli ko'pchilik bu nonushta turini dunyodagi eng mazali va foydali nonushtalardan biri deb hisoblaydi. Endi pulini to'lab chiqib ketyapmiz. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu videoda biz bilan birga bo'lganingiz uchun tashakkur ederiz. Keyingi videolargacha ko'rishamiz.